Lekin biz YouTube tarmog'ida kuzatib turgan obunachilarimiz navbatdagi darvozamiz Narda fason. Hozir sizlarga buni bir qator obzorini qilib beramiz. Darvozani ko'rib, yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Darvozamiz eniga 380, bo'yiga 3,5 bo'lgan. Undan tashqari o'ziga yarashimli nalishga ishlovlari qilingan. O'pshiga 440 ga 380 bo'lgan. Xo'p, buni o'zimiz ustamiz uyiga qilganmiz. Juda mehrda berilgan joyida. Xo'p, отдельный eshikli bo'lgan, kalitkalari ochilib yopilishlari mana. Hech qanday ovoz yo'q. Nerjavekalar bilan jihozlaganmiz, glansli qorasidan. Xo'p, hozir sizlarga buni orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rsatamiz. Xo'p, materiallarga kelsak, 2 list bo'lgan, oldi orqa 2 qavat polni shumkaga qilingan. Misol ko'ryapsiz, hech qanday ovoz yo'q. Xudo xolisa chiroyli variantda bitib chiqdi. Hop, orqa tomonni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Tekis bo'ladi. Ko'pchilik so'rashadi, orqasi qanday bo'ladi, usta ko'rsating deb. Bu orqa tomoni mana hop, pauklar bilan tozlangan sentr zamok. Misol bir qo'lda ochib yopilaveradi. Misol yosh bolalarimiz ham yopib qo'yadigan mahal qiynalmaydi. Umuman bir qo'lda ochilib yopilaveradi. Orqasi mana shunday tekis holatda. Hop, ruchkalarimiz mana yana orqa tomondan o'zi tortib oladi mana. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, ishni chiroyli bitirib beramiz.